Chimildiqqa kirgan qaynona. Hayotiy voqealar asosida hikoya qilinadi. Tog' etagidagi qishloqlarning birida to'y. O'sha kuni mahallaning eng go'zal qizi Zilola turmushga chiqayotgan edi. Qiz bola, o'ziga to'q, sochlari yelkasidan to'kilgan, nikohlari esa doim ibo ila yerga qaragan edi. Qishloqda unga havas qilmaydigan ayol yo'q edi. Hamma juda ham aqlli qiz, baxtli bo'lsin der edi. Zilolaning onasi Mohugul opa boshqa onalardan farq qilar edi. U o'z qizini doimo ortiqcha himoya qilardi. Ba'zan mehmonlar kelganida Zilolani ichkariga chaqirib, mehmonlar bilan ortiqcha gaplashishga yo'l qo'ymasdi. Ko'pchilik buni ona mehribonligi deb qo'yardi. Ammo ba'zilar nima uchundir bu ayol qizini hammadan himoya qiladi deb shumlanar edi. To'y kuni yetib keldi. Qishloq odatiga ko'ra kelinning uyida kechki to'y qilinadigan bo'ldi. Hovli chiroqlar bilan bezatildi. Nog'ora, doira sadosi butun uyni egallagan edi. To'y chiroyli o'tdi. Urf-odatga ko'ra chimildiq kelinning uyidagi mehmonxonaga qoqildi. Ko'p qavatli oppoq parda tikildi. Bu qishloqda bundan ham ko'ra muhimroq urf-odat bor edi. Chimildiq kechasi kelin o'zini isbotlasa, ertasi kuni kuyov va uning yaqinlari maxsus marosim bilan kelinni olib ketishadi. Bu an'ana or, nomus, muhur isbot edi. Zilola bejirim ko'ylakda, boshida do'ppisi, yuragidagi shirin orzular bilan chimildiq ichida kuyovni kutar edi. Kuyov xonaga kirdi. Guvohlik uchun kelinning uyida qolgan 3-4 ta mahalla ayollari shivir-shivirni boshladi. Tun yarmida chimildiq ichida nimadir yuz berdi. Jimlik. So'ng pichir-pichir gaplashishlar. So'ng chimildiq ichidan kimdir shoshib chiqib ketdi. Bu ayol qaynona Mohugul edi. Ko'rganlar dovdirab qoldi. Qorong'ulikda oppoq parda yana ko'tarildi. Mohugul qizining oldiga yana kirdi. Shu paytda guvoh sifatida qolgan qishloq ayollari og'zini qulflab, hech narsa deya olmay jim turdi. Kimdir uydan tashqariga chiqdi. Mohugul opa chimildiqqa kirib ketgani haqida o'zgalarga aytdi. Bu gap shabada misoli tarqaldi. Ertalabgacha qishloqda hamma bu mavzudan xabardor bo'ldi. Ertalab quyosh hali to'liq ko'tarilmasidan kuyovning oila a'zolari Zilolani olib ketgani kelishdi. Shu holatni ko'rgan odamlar hayratda qotdi. Demak, hammasi yaxshi o'tgan deb o'ylashdi. Lekin yana bir narsa barchani lol qoldirdi. Kuyovning onasi, otasi, qarindoshlari bilan yana marosim tashkillashtirdi. Bu oddiy olib ketish emas edi. Bu tantanali, maxsus ehtirom bilan, hurmatga to'la bir tashrif edi. Kecha tunda bo'lgan voqea sirligicha qoldi, lekin shuni biling, Mohugul opa chin ona. U kecha eng to'g'ri ishni qilgan edi, dedi kuyov. Ammo nima bo'lgan edi? Nima uchun Mohugul chimildiqqa kirgan edi? Nega kuyov bunga qarshilik ko'rsatmagan edi? Bu sirni Mohugul opasi Sabohatga aytib berdi. Gap shundaki, kuyovda tutqanoq kasalligi bo'lib qolgan. Qizi qo'rqmasligi uchun o'zi kirib kuyovni hushiga keltirgan edi va ular baxtli bo'lishi uchun duo qilib xonadan chiqqan edi.